Hammaga xayrli kun. Sizlarga hozir ideal darajada tasdiq bilan savdoga kirishni ko'rsatib beraman. Ya'ni ko'pchilik tasdiq olishni bilmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, kirgan joyimizdan uje bang'illab selga oqib bergan. Xo'p, men buni shunchaki bozordan olgansan deyishinglar mumkin. Shuning uchun mana kanaldan men ideya bo'yicha tashlagan zonamni ko'rsataman. Xuddi o'sha zonadan reaksiya olingan, mana savdoga kirilgan taot zona. Hech qayerga o'zgartirilmagan, boshqa qilinmagan. Prosta sizlarga hozir shuni qanday qilib tasdiq olishni ko'rsatib beraman. Polni o'chirib yuboramiz mana. Noldan ko'rsatib beraman. Qaranglar. Bizda oxirgi korreksiyani, ya'ni oxirgi impulsni, ya'ni bundoq minimum maksimum yuradi. Mana shu maksimumni buzgan joyi kerak bizga mana shu. Ya'ni mana buni buzib turib, undan keyin bundoq pastda minimumni ham buzib o'tib ketgan joyi kerak. Ya'ni bizda bo'z choch bo'lishi kerak xullas. Xo'p, bizda oxirgi maksimumimiz mana shu yer shakllanyapti. Oxirgi minimum deb mana buni olsak bo'ladi. Lekin bizda ko'rib turibmiz, undan ham pastroqda ham polnistu buzib o'tib ketgan. Shuning uchun yana ham uverin bo'lish uchun eng pastroqdagi minimumni olamiz. Xo'p, buzib o'tib ketdi. Savol, biz entry qilishimiz kerak. Qayerdan kiramiz? Misol, oxirgi zonani olamiz. Mana oxirgi shamni olamiz. Lekin bizda ko'rib turganimizdek IFV ga ham shakllangan. Shuning uchun IFV ni ham olamiz. Chunki bilishimiz mumkin, IFV bilan FV ga bizdan o'tkazib yubormasligi mumkin. Ya'ni mana bu zonamizgacha kelmay qolishi mumkin. Shunaqa nima deydi? Shunaqa risklarni ham hisob-kitobini qilamiz. Xo'p, undan keyin bizda tasdiq olganimiz, ya'ni zonani, entry zonani olganimizdan keyin bizga endi stop loss bilan take profitni точно joyini topishimiz kerak. Xo'p, stop loss bilan take profitni Fibonacci'si bor. Buni ham olamizda minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Tortgan paytimizda bizga stop loss bilan take profitni beradi. Aniqroq aytganda, biz misol savdoga kiradigan bo'lsak, mana savdoga mana shu IFV dan kiryapmizmi? Stop lossni qo'yapmiz, mana yuqoriga 88 pips bo'lyapti stop loss o'zi. To'g'ri, anaqa bu, lekin prop kompaniyalar bilan ishlaydiganlar uchun juda zo'r ishlaydi. Xo'p, endi 1 ga 2 соотношение biz uchun normal holat mana. Biz uchun 1 ga 2. U degani 160-180 pips uje bizda foydada yuribmiz. Buni endi birinchi take profitni, ikkinchi take profitigacha ushlaydigan bo'lsak, mana qaranglar. Ikkini ham urib berganda ikkinchi take profitni ham. Juda ideal bo'ladi. Endi mana bu oxirgi shamni oldik, lekin nimaga yegacha bormadi? Uni ham M3 time frame, undan yuqoriroq time framelarda ham bitta ko'zdan kechirib qo'yamiz. Xo'p, oxirgi bizda M3 time frame ni kuzatadigan bo'lsak, oxirgi nima deydi, korreksiyadan tanasi bilan yopilgan shamimiz mana bu bo'lsa, endi o'sha shamni belgilab oladigan bo'lsak, bizda zonamizga kelib keyin oqqanini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun men buni M3 deb belgilab qo'ygandim. Ya'ni M3 va mana bu yerdagini M1 time frame'da IFV deb belgilab qo'ygan edim. Shunaqa gaplar, akaxonlar, opaxonlar, ukaxonlar. Xuddi shu holatda savdoga kirsak, bizni kirishimiz ham, chiqishimiz ham aniq bo'ladi. Shunaqa holatda sizlar analizinglarga uverin bo'la olasizlar. Tushunyapsizlarmi? Hammalarga xayrli kech. Kech bo'lganini yozyapman-da bu videoda.